Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Bugungi ko'chmas mulkimiz 2 xonali kvartira bo'ladi. Toza domda, Buyum bozorining oldida 8 etajli domning 5-etajida 2 xonali kvartiram sotib chiqdi. Bir xona 2 xona qilingan hurmatli yurtdoshlar. Shunda tushuntirayin sizlar. 5-etajda liftlar 100% ishlab turibdi. Bu yerda aynan plashatkalari, parkovkalari hamma narsasi bor. Hamma joyi yaqin joyda joylashgan. Qancha ichkari qismi bilan donishib ko'rishib chiqsak. Neyse hurmatli yurtdoshlar, 5-etajimizdan yetib keldik. Liftlar 100% ishlab turibdi. Bu yoqda pod'ezd qismimiz bo'ladi. 1, 2, 3, 4 xo'jalik hurmatli yurtdoshlar. Har etajda 4 xo'jalikdan oyoq teli mramor toshlardan ishlatilgan uch kvartiramiz bo'ladi hurmatli yurtdoshlar. Eshiklari demir ishdan, zamonaviy yaxshi sifatli ishlardan qurilgan. Bismillahirrohmanirrohim. Girgan shunday hol stenalar moshning yaxshi avoylardan har xonamiz uchun avtomatlar qo'yilgan. Gaz, suv, svet hamma narsa kirib turibdi. 100% remont. Eshiklar ham zakaz etilgan yoki kelsangiz ichida qo'yib beradi, yo'q desangizlar o'zingiz qo'yib olsangiz ham bo'ladi hurmatli yurtdoshlar. Oyoq telamiz tushuntirib o'tadan olsam, parketni pol. Bu yerda spannet qo'yibdilar, o'zi kuxnya bo'lgan. 2 xona qo'yibdilar, bir xonani 2 xona kuxnyamiz bu ham tarafga ko'chgan. Bu yanimiz zal, sanuzel и biza doğrudan spanniydan boshlaymiz. Oyoq telar to'rtli pol, yine katulamiz ham ajoyibundan qo'yilgan. Aynalari imzo yaxshi ayna ishlardan qo'yilgan. Suv, svet, gaz hamma narsasi kirib turibdi hurmatli yurtdoshlar. Mestasına keladigan olsak, mestasi Buyum bozorining oldida, dik oldida joylashgan hurmatli yurtdoshlar. Zo'r mestada 8 etajli domning 5-etajida hurmatli yurtdoshlar. Berimiz balkon qismimiz ham yaxshi kafelardan bo'lgan hurmatli yurtdoshlar. Ustalar yaqinda chiqib ketdi bu yerdan. Endi bo'g'ani ishga qo'ysa bo'ldi ekan. Tayyor joyimiz ish qo'yilsa, xudo xolasa. Berimiz kuxni, gaz kelib turibdi bu yerga. Partuklari qo'yilgan. Yine suv, svet, gaz hamma narsa bo'lgan. Bu tarafimiz sanuzel bo'ladi. Sanuzelimiz ham yine ajoyib dal patologachali kafel bo'lgan. Rakovinamiz bor hurmatli yurtdoshlar. Bu yerda yine kir seradonimiz bitishimiz ham bor ekan. Dimoxotlar ham bor hurmatli yurtdoshlar. Patologimiz naturjniy patolog. Bu yerda ajoyib mebel qo'yasiz. Bu yerda dimoxoti bor. Ajoyib. Bu ham tarafimiz zalimiz aynasi ulli tushgan. İmzo aynalardan. Paxsani qalinligini ko'ring, ajoyib. Podogонniklari ham bor. Patologlarimiz ho'lat ekan. Lyustralar ham yaxshi lyustralardan qo'yilgan. Bu yerda televizor asish uchun joy, rozetkalar tashalgan, antennalar ham qo'yilgan. Beram avoyi sifatli avoylardan qo'yilgan. Joyimiz narx-navosini pastda afisonada yozib qoldiramiz. Sog' olun, salomat olun, kanalga obuna bo'ling, shardan chiqmasin. Mana shunday joylar olish nasib etsin.